Assalomu alaykum, hurmatli bekajonlar. Uy ishlari, ro'zg'or tashvishlari bilan charchamayapsizlarmi? Bugun sizlarga kir mashinani qanaqa to'g'ri ishlatish haqidagi videoyimni chiqarsam, sizlarga foydasi tegadi degan umiddaman. Albatta ko'ring. Ozgina bo'lsa ham o'zingizlarga foydali bir maslahat olasizlar degan umiddaman. Qani, ketdik, boshladik bo'lmasam. Kir mashinani birinchi o'chirishda biza gradusini to'g'rilab olishimiz kerak. Hammani kir mashinasi har xil, lekin funksiyalari, graduslari bir xil degan umiddaman. Shuning uchun men tushuntirib o'taman. Albatta, xlopika qo'yamiz, oppoq kirlarimizni. Eng baland gradusga qo'yveringlar, qo'rqmasdan oq kirlaringlarni, chunki qancha suv issiq bo'lsa, kiringlar shunaqa toza bo'ladi. Hech qachon 30-15 gradusda kir yuvmanglar. Yuvsanglar ham toza kirlaringlarni, misol uchun hidini ketkazish uchun, mana приятный hid kelishi uchun yuvarsanglar bo'ladi, lekin hech qachon kiringlarni toza qilish niyatida 30-15 gradusda kir yuvmanglar, chunki 30-15 gradus qattiq suv bo'ladi, muzdek suv bo'ladi. Unda parashyut ham erimaydi, ham qotib qoladi. O'sha parashyut soladigan joyingizga ahamiyat bergan bo'lsanglar. Shuning uchun 95, 60, 40 gradus iliq suv, 60 gradus issiqroq, 95 qaynoqroq suv. Shu funksiyalarda albatta shu graduslarga qo'yib yuvarsanglar bo'ladi. Va plusni yoqinglar, bu yerdan ekologichnikni yoqinglar. Ana o'shanda kirimiz toza bo'ladi. Kir mashinanglar har doim birinchi o'chirishda toza tursin. Buni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Mana bu filtrlari bor. Filtrlarni bir haftada bir marta yoki bir oyda bir marta tozalab turinglar. Parashyut soladigan joylari ham o'sha sovuq suvda yuvganning sababdan qotib qoladi parashyutlar. O'shalarni iliq suvga, qaynoq suvga bu yoqqa olsa bo'ladi. Olib turib, ivitib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Ham parashyutinglar hidlar ham ketadi. Kirlaringlar ham приятный hid bo'lib chiqadi. Vernerdan foydalanaman men kirlarning hidi shirin bo'lishi uchun. Hozir har xil bilasizlar, anaqa qilib chiqib ketgan parashyutlar, men persilli ishlataman. Ariel ham juda yaxshi. Shu sizlarga maslahatim. Foyda olgan bo'lsanglar, albatta like bosinglar, kanalimizga a'zo bo'linglar. Rahmat.